Viloyatimizning har bir hududi o'zining maftunkorligi bilan tillarda doston ekanligi haqiqat. Barcha tuman shaharning o'ziga xosligi, boshqalaridan ajralib turadigan jihati bor. Ijodiy jamoamiz Ohangaron tumanining So'lim Ertosh qishlog'ida bo'lib qaytdi. Sarguzashtlarga boy o'tgan sayohat tafsilotlari navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Shahar shovqinidan, turmush tashvishlaridan charchaganlarga Ertoshsoy hordiq chiqarish uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. Bu yerda oila a'zolaringiz, qadrdonlaringiz, yaqinlaringiz bilan dam olishingiz uchun barcha sharoitlar yetarli. Ana endi qishloqni tarixiga to'xtalsak, aytishlarga qaraganda bu yerda ilmiy tadqiqot o'tkazilib, bundan 15 ming yil oldin bu yerda odamlar yashaganligi aniqlangan ekan. Bu taxminan neolit davrga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand ilmiy tekshirish instituti tomonidan qishloqda tekshiruv olib borilib, qadimiy taqinchoq va shunga o'xshash buyumlar topilgan ekan. Aniqlanishicha, ular bundan 15 ming yil ilgari yashagan odamlarga tegishli. Ancha yillik tarixga ega bu qishloq Ohangaron tumanining Ko'ksaroy mahalla fuqarolar hududiga qarashli. Ertoshda 525 ta xonadon bor. Unda 2757 nafar aholi istiqomat qiladi. Bu yerliklar ilgari asosan bog'dorchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan bo'lsa, turizm qishlog'i maqomi berilgandan so'ng sayyohlar oqimi ko'paygani bois mehmonlarga xizmat ko'rsatib ham yaxshi daromad topishni boshlashdi. Muhtaram prezidentimiz tashqi va ichki turizmga katta e'tibor beryapti. Biz ham o'sha qarorlardan chiqarilayotgan farmonlardan foydalanib, aholimizni turmush darajasini yaxshilash maqsadida, ishsizlikning oldini olish maqsadida fuqarolarimizni turizmga yo'naltiryapmiz. Hozirgi kunda Ko'ksaroy mahalla fuqarolar yig'ini tasarrufida 100 dan ortiq mehmon uylarimiz bor, hozir faoliyatini yurgizyapti. Xudo xolasa yana niyatlarimiz katta. Bu yilga 25-yilga yana 20-25 ta mehmon uylari ochish rejalashtirib qo'yganmiz. Rais bilan suhbatdan so'ng bu yerda mehmonlar uchun yaratilgan sharoitlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish maqsadida mehmon uylariga sayohat qildik. Manzara juda chiroyli, bahavo. Bizga aytishlarga qaraganda bu yerga kelgan odam bir o'q bilan ikki quyonni urgan bo'ladi. Ham hordiq chiqaradi, ham nafas olish a'zolari bilan bog'liq kasalliklarga davo topadi. Mana hamma joyda tog', Zarafshon archalari mavjud. Bu asosiy Zarafshon archalari. Men o'rmonchi bo'lganligim uchun o'zim bilaman. Asma kasalliklariga davo. Biz shunga yaqinmiz ko'proq. Boshqa joylardan afzallik jihatimiz yozda salqin. 25 darajadan oshmaydi issiqlik. Hozir mana shu kechagi kunduzda ham 10-12 daraja issiqdamiz. Lekin ba'zi toshkentlarda kamida 30 daraja. Shuning uchun salqinlash maqsadida keladi ko'proq. Ertoshga keladigan sayyohlar hozircha yurtimiz hududidan, xususan vodiydan. Lekin o'tgan yildan boshlab viloyatimizning ham aholisi tez-tez bu yerga kelib ketadigan bo'lgan. Ko'r haqiqatda odamlar aytgandan a'lo darajada bu yerda. Tabiat ko'rsangiz, tabiat endi bunaqa tabiatni ko'p yer ko'rgan bo'lsa, bunaqa tabiatlar ko'rilmagan. Shunaqa ajoyib tabiat odamni bahri dili ochilib, haqiqatda yoshib, ko'ngilda g'uborlar ko'tariladigan holatda. Bu yerda ko'rsangiz, hamma tomon suvni qarang, shunaqa shirin suvlarga ham bizilol, ham toza, ham tiniq. O'z havosini ayting, havosida birorta g'ubor degan narsa. Bu haqiqatda kelganimizga ming marta biz kech qolganimizga afsuslanamiz. Nima avval kelmaganmiz degan fikrlar. Avval kelganimizda qancha balki bundan yana yaxshi joylar bordir bu yerda. Biz shu yerda o'zini ko'rib, juda katta taassurotlarga ega bo'lyapmiz. Shoshqin soyi qishlog'iga yarashgan bir go'zal maskandamiz. Dunyoning istalgan mamlakatidan go'zal tabiatni topish mumkin. Biroq bu yerdagi tinchlikni, sokinlikni, huzurni topish amri mahol. Ertosh soyga keling, achinmaysiz.